Iftor dasturxoni uchun mazali va tez tayyor bo'ladigan lavashli taom. Bizga kerak sir, tovuq, piyoz va svetofor perets. Tabga ko'ra tuz, ziravorlar, chesnok va qaymoq kerak bo'ladi. Shunaqa dumaloq ko'rinishdagi bo'lgan lavashlarimizni olib, chetlariga surishga 2 qoshiq un, 2 qoshiq suvni aralashtirib oldim. Ikkita chetini shu ko'rinishda qirqib, keyin shunaqa ko'rinishda yopishtirib, zubachestka yordamida nachinkani solishga tayyor qilib olinadi. Idish shali tayyor bo'lgandan keyin ichidagi nachinkasini tayyorlaymiz. Nachinkaga birinchi tovuq, piyoz, chesnok, xuddi men ko'rsatgandagi ketma-ketlikda o'rta olovda qovurib olinadi. Tabga ko'ra tuz va ziravorlarni solgandan keyin ketidan qaymoq solinadi. Oxirida mozzarella sir solinadi. Nachinka tayyor. Tayyor nachinkalar lavashlarning ichiga joylanadi. Pomidor cherry va ko'pgina sirni ham esimizdan chiqarmaymiz. Va shunaqa go'zallikni 180 darajada qizib turgan duxovkaga qizarib, sirlari eriguncha qo'yamiz. Bu mazali taomni albatta tayyorlab yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Menga podpiska bo'lish va like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Bundan ham zo'r retseptlar chiqadi.